Here you are. Thanks, Dan. Voy mana elingga. Rahmat, Dan. Deydi. Okay, what are you going to do now, George? Endi bu yerga be going to. Endi bu yerga be going to deganimiz nima desangiz, maqchi, makchi degan gap. Demak, what are you going to do now, George? And this is nima ish qilmoqchi, George? Desa, I am going to paint it. Men sirlamoqchi. Demakchi, men be going to degan maqchi, makchi. Demak, siz bir ishni sözleştim burun, şunu o'ylab bo'lgan bo'lsangiz kallangizda yoki shuning planini tuzib bo'lgan bo'lsangiz be going to ni ishlatasiz. Ana bu be going to be deganimiz be pili. Nima am is are. Onun lekin be going to ning keyingi nimada pilning asl shakli keldi. Masalan I am going to painting it desak bo'lmaydi. I am going to paint it deymiz, jumla. I am going to desak bo'lmaydi. Shunga I am going to paint it. Be going to. Misal going to degan nima? Maqchi, makchi degan gap. Demakchi men mushuni sirlamoqchi. Demakchi shu degan odam mushuni degan vaqtida Alloh burun qanday desang qoldi, o'ylanib bo'lgan, yoki plan tuzib bo'lgan bo'ldi. Ya balkim sir tayyor bo'lishi mumkin. Shundan men sirlamoqchi deb shunami. Okay. Uni degan to'yqsiz, men mana qilaymi-ki, buni qilma. Degan vaqtda shu qarorni chiqargan bo'lsangiz, uningga yana bir zamonda kerak bo'lganimiz. Masalan, I am going to go to Urumchi. O'y, men Urumchiga bormoqchi. Balki men Urumchiga bormoqchi degan shu ushbu vaqtda siz allburun shuningdan burun biletni qo'ygan bo'lishingiz mumkin. Balkim atlam yoki yaqin kelgusida shu yuz bermaydi, tushunami? Demak, hamda planla qoldi. O'ylangan holda shu bir ishni qilishni qaror qilgan bo'lsangiz, shu be going to deganni ishlatamiz. I am going to paint it. Men sirlamoqchi. Okay. I am going to wash it. Men uni yuvmoqchi. I am going to make it. Men uni yasamoqchi. Okay. Okay. Masalan, she is going to cook. U tamoq etmoqchi degandek. So, what color are you going to paint it? And alohida savolga oldi what keladi, tushunami? What color are you going to paint it? Va siz qaysi rangni sirlamoqchi desa, I am going to paint it pink. Men uni ol rangni sirlamoqchi. Men uni shopto'lchich rangni sirlamoqchi. Men uni oq rangni sirlamoqchi bo'lsam, I am going to paint it oq rang degan nima? White. Okay. Pink? Uy. Shopto'lchich rangmi? Uy. Dedi nima? Hamda pink deganimiz qanday ayron qilib nima desa? Oh, this bookcase isn't for me. Bu kitob shkaf men uchun emas, for somebody bo'lsa, uchun degan gap. For you, siz uchun. For me, men uchun. For us, bo'lsa, biz uchun. It's for my daughter Susan. Okay, hamda meniki qizim Susan uchun. Ma Susan deb o'qimaymiz, mana. Susan. Actually, bo'lar Susan. Buni deymiz Susan deymiz, bu mening qizim Susan uchun deydi. Okay, for my daughter Susan. Pink, her favorite color. Okay, men pink was qanday desam, uningki eng yaxshi ko'rgan rangi. Pink, her favorite color. Favorite color. All right. Anda shu bugungi darsimizning grammatik nuqtasiga bir qarab boqaylik. Bu grammatikada asosan nima? Abay degandek be going to. Anda bu be going to orqali qilsak, masalan, bu degisi I'm going to make a bookcase. I'm not going to make a bookcase. Demak, anda bu be going to niki inkor qilsak, mush be fe'lining keyiniga not ni qatib etsak inkor bo'ldi ekan. Nima? I'm not going to make a bookcase. Masalan, are you going to read a book? And o'xshashdan bu shu be fe'lini olib o'tib nima? Savolga aylandi ekan. Shuna, are you going to read a book? This yes I am. Agar no bo'lsa, no I am not. Yo'q, qilmayman. Are you going to read a book? Yes I am. No I am not. So what is she going to do? Endi mishariki read a book deganning o'rniga what do demish qildi. Do degan almashtirib bo'ladi. Hey, what is she going to do? And demak alayda savol jumlaga aylandi. So what are you going to do? Siz nima ish qilmoqchi? What are they going to do? Ular nima ish qilmoqchi? Degandek. What is the cat going to do? Endi bu mushuk nima ish qilmoqchi? Demak, endi bu bir turkum mush egisning o'xshamasligiga asosan hamda birga be fe'li o'xshamaydi.
Ma be going to dedik emasmi? Agar uchinchi shaxs birlik bo'lib qolib qolsa, masalan the cat mana o'xshash. Demakki the cat is going to do deymiz, nima? Agar endi egasi har qanday uchinchi shaxs, nechinchi shaxs ko'plik bo'lishidan qat'iy nazar are keladi. Masalan, the cats are, you are, they are, we are degandek. Endi buni savolga yozmoqchi bo'lsak, o'xshashdan oldiga ham qanday qilamiz? BP'ni oldiga chiqib qo'ysak savolga aylanadi. Agar alohida savolga aylantirsak shu what, when, where degandek narsalar. Qaranglar, endi wait for a bus. Bir avtobus saqlamaq bo'ldi-ku. Endi qaranglar, what are you going to do? Siz nima ish qilmoqchi? What are you going to do? Siz nima ish qilmoqchi? Endi men yana wait for a bus deb turgan, men bir avtobusni saqlamoqchi. Mana shuni nima deymiz? Bu egisi I, bunga o'xshash masaldagi BP ni nima desanlar, amizlarning am shunami? Demak, I am going to wait for a bus. Bu be going to keyin uni ustiga men diqqat qilamiz. Diqqat qiladigan nuqta, cho'qim fe'lning asl shakli kelishi kerak. Asl shakli kelmasa bo'lmaydi. Ba'zi bala I'm going to waiting for a bus deb qo'ydi. Waiting for a bus demaymiz. Va wait for a bus. Men bir avtobusni qanday qilmoqchi? Saqlamoqchi. So, what are you doing now? Voy, hozir nima ish qilyapsiz? Siz men avtobus saqlayapman. Endi ma'ni ishlasak bo'ldi. Nima? I am waiting for a bus. Men hozir qanday qilyapman? Avtobus saqlayapman. I am waiting for a bus. Men bir avtobus saqlayapman. Okay, endi macho. Bu nima? Shave. Shave. And sen qaranglar, what are you going to do? Voy, siz nima ish qilmoqchi? Desa, endi shave degan saqlanmoqchi. Endi men saqalimni olmoqchi. Endi bu yerga I, men, shunami? I am going to, men maqchi, nima ish qilmoqchi? To shave. Shunami? I am going to shave. Men saqalimni olmoqchi. And what are you doing now? Hey, what are you doing? What is nima ish qilyapsiz? I'm shaving. Men saqlanmayapman. Men nima ish qilyapman? Saqlanmayapman. Demak, endi men be going to maqchimakchi, shunami? All right. Amsa mana bugungi darsmo axlashib qopti. Endi shu bugungi yangi zamon nima desam, shu be going to degan jumlaga bo'lsa 10 jumla super qiladi. Buningki bo'lishlik shakli, inkor shakli, savol shakli degandek har xil shakllarni yasanli bo'ladi. Qanday tushunmagan savol bo'lsa, bizningki abdetalninki ovozli inkor savol so'raydigan yo'q ku. Shu yerni savol qoldirib qo'ysanglar, amal va vaqtda javob qilishga tayyorman. All right, that's all for today. See you next time. Goodbye.